Bu bizlarda shartida aytganki, 3 ta elektrolizor ketma-ket ulangan. Birinchisi osh tuzining 200 gramm 23.4% eritmasi bor. İkincisinde sulfat kislotasining 100 gram 9.8% eritmasi bor. Uchinchisida mis sulfatning 0.2 litr yani 200 ml 0.5 molarli eritmasi bor. Yani zishli yo'lning 1.25 ga teng bo'lgan eritmalar bor. Elektroliz jarayonida 11.6 amper tok kuchi 804 ming tomda elektroliz qilindi. So'ngra hosil bo'lgan eritmalar aralashtirildi. Natijada eritmaning foizi 10.65% bu hosil bo'ldi eritmamiz. Xo'p, bizlarga aytyapti, birinchi shartida katodda gazlarning miqdori, ikkinchi shartda anoddagi gazlarning massasi, uchinchi shartida cho'kmaga tushgan, ya'ni sovitilgandan keyin 10.65% eritma hosil bo'lganda cho'kmaga tushgan globa tuzini massasi va to'rtinchisi elektroliz jarayonida sarflangan suvning moli, beshinchisi suvning moli, keyin oltinchisida aytganki oxirgi eritmadagi suvning massasi degan. Bu masalani yechish uchun birinchini nima qilamiz? Demak, farad qancha farad bo'lib ketganini topib, demak amperi unitga ko'paytirib, Faraday sonini minutdagi 1.8 ga bo'lsak, 5.8 farad to'p ketyapti. Birinchi shart bajarildi. Birinchi shart bajarildi. Xo'p, ikkinchisi qiladigan ishimiz endi birinchi eritma elektrolizorimizda 200 gram 23.4% osh tuz bordi. Demak 46.8 gram ekan. Molini topsak 0.8 mol. Xo'p. Buni biz bir valentli, demak metalimiz bir valentli bo'lgandan keyin indeksi ham demak 1 farad tokimizda 1 mol uchrasa 0.8 mol uchun 0.8 farad tok ketadi osh tuzi eritmasini elektroliz qilish uchun. Bizlarda 5.8 farad tok bordi, demak qolgan 5 farad tokimiz suv elektroliz uchratadi. So'ngra osh tuzini mana 0.8 mol bor edi, 0.8 molidan sarflangan suv moli 0.8 mol, hosil bo'lgan natriy gidroksidi moli ham 0.8 mol, ajralgan katodda ajralgan gazimiz miqdori 0.4 mol va anodda ajralgan gazimiz nimasini topish kerak bo'ldi? 28.4. Kamayish mana 29.2, chunki mana katodda ajralib, anodda bu hisob 73 gram kamayadi. 0.8 moldan 29.2 gram kamayadi, chunki mana bu yerdan 2 mol tenglashtirganimizda. Keyin 6-ikkinchi elektrolizlar o'tdik sulfat kislotasiga. 100 gram 9.8%, demak 9.8 gram sulfat kislota bor. Molini topsak 0.1 mol. Sulfat kislota eritmasida faqat suv elektroliz uchun jami 5.8 farad toki hammasi suvga sarf bo'ladi. 8-ishimiz endi 3-chi elektrolizlar o'tdik. Suvlar hammasini birga qo'shib hisoblamoqchiman. 1 litr eritmamizda 1,5 molarli, demak 1 litr eritmamizda 1,5 mol bo'lsa, 0.2 litrimizda 0.3 mol sulfat bo'ladi. Bu ekvivalentli bo'lgani uchun 1 farad tokimizda 0.5 mol sulfat elektroliz uchuydi. 0.3 mol uchun 0.6 farad tok ketadi. Bizlarda faradimiz 5.8 edi. 0.6 farad sulfatda ketsa 5.2 farad suvga ketadi. Keyin bizlar mana 0.3 mol sulfatda sarflangan suv miqdorini topib qo'ydik, mana 0.3 mol. Hosil bo'lgan sulfat kislotani topdik 0.3 mol. Anoddagi gazlar massasini topishimiz kerak, mana 4.8 gram. Umumiy kamayish e'tibor beradigan bo'lsak, 1.8 katod, 32 anod 160 ga kamayadi 2 moldan. 0.3 moldan qancha kamaydi desak, mana 24 gramga kamayish bo'ldi. Keyin jami elektrolizda suvga sarf bo'lgan faradlarni topdik. Birinchisi mana 5 farad tok osh tuzi eritmasidagi suvga ketgandi. Bunda hamma farad tokimiz sulfat kislota eritmasiga suvga ketdi. Biz sulfatimizdagi farad topganimizda suvga ketgan farad topganimizda 5.2 farad. Jami qo'ysak mana 16 farad suv elektroliz uchun ketadi. Suv elektrolizimizda 1 faradda bu 0.5 mol uchrasa, 16 farad tokimizda demak 8 mol suv elektrolizga uchrar ekan. Xo'p, bizlar 8 mol suvimiz elektroliz uchraganda qancha katodda gaz chiqishini topdik, molda 8 mol.
Anotimizda gaz massasini topdik 128 gram. Umumiy kamayish mana 36 gram. 8 molda kamayish topsak 144 gram chiqadi. Chunki mana 2 moldan 36 gram hosil bo'lsa 8 moldan 144 gram kamayish bo'ladi eritmada. Keyingi qilgan ishimiz, demak katoddagi gazlarning ikkinchi sharti katodda gazlarning miqdori degan. Bu birinchimizda mana katodda mana 0,4 mol gaz chiqqandi. Bunda biz chiqqani gaz emas, keyin umumiy suvlar hisoblagandik. Umumiy suvlarimizda hammasidan 8 mol chiqqandi katodda gaz. Hisoblaydigan bo'lsak, mana 8,4 mol katodda gaz chiqadi. Keyin anodimizdagi gazlarning massasi deganda xo'p, qo'ygan. Anotimizda birinchida mana 28,4 gram xlor chiqqandi. Bunimiz sulfatimizda mana 4,8 gram kislorod chiqdi. Suv umumiy suvdan 128 gram chiqdi. Umumiy hisoblaydigan bo'lsak 161,2 gram kislorod hosil bo'libdi anodda. Keyingi shartida aytganimizda 4-da eritmalar aralashtirildi dedi. Eritmamizda mana 8 mol natriy gidroksid bor. Sulfat kislotai birinchimizdan 0,1 mol bordi, ikkinchimizdan 0,3 mol hosil bo'ldi. Demak, 0,4 mol sulfat kislotai bo'ladi. Demak, bu 2 ga 1 nisbatda kirishi ekan bo'ladi. 0,4, bu ham 0,4 bo'ladi. Nisbat 1 ga 2 nisbat bo'ladi. Ya'ni 56,8 gram natriy sulfat hosil qilar ekan. Ya'ni 0,4 mol hosil qiladi buni. Qanchadir moli sovutilganimizda kristallik grad bo'lib tushib ketgan. Shuning uchun x mol kristallik grad bo'lib tushib ketgan deb oldim. Birinchi eritmani hisoblaymiz. Eritma hisoblashimiz uchun osh tuzimiz eritmasi aniq edi. 200 gramda sulfat kislotamız ham aniq edi. 100 gram edi. Biz sulfatning hajmi bordi, mana zishligidan foydalanib, zishlik hajmidan foydalanib eritmani topdik. Mana 250 gram bo'ldi. Umumiy qo'shganimizda 550 gram eritma hosil bo'lgan ekan. Keyin eritmalarda kamayishlar qo'shib chiqdik. Birinchimizda mana kamayish mana 29,2 edi. Keyingimizdan bundan kamayish mana 24 gramda, umumiy suvdagi kamayishni topgandik mana 144. Qo'ysak, jami 197,2 gramga kamaygan. Keyin oxirgi eritmani topadigan bo'lsak, mana bundan buni ayiramiz. 352,8 gram eritma hosil bo'lgan. Mana aralashtirganimizdan keyin bunimizdan x mol tushadi desak, kristallik gradimizda qancha tushadi desak, 322 x gram cho'kmaga tushadi. Bizlarda o'zi 56,8 gram, ya'ni 0,4 mol bor edi. 0,4 mizdan x ketsa, qolgani mana 10,65% tashkil qiladi deyilgandi. Ko'paytiramiz, 142 ga massaga o'tamiz. Eritmamiz esa mana 350,8 dan kristallik gradimiz tushadi, mana 322 x tushadi. Natijada eritmamiz 100% bo'ladi. Bular hammasini 142 ga bo'lib oldim. 10,65 142 ga bo'ldim. Buni bo'lsak 1 bo'ladi. Bunimiz 0,075 bo'ladi. 0,075 ni 352,8 ga ko'paytirdim. Mana 26,46 322 x 0,075 ga ko'paytirsam 24,5x. Bular 1 ga ko'paytiriladi o'zi mana qar. Bunimiz -100x bo'ladi. X topadigan bo'lsak, mol chiqadi. Ya'ni bizlarda massada so'ragan 322 x edi. Xo'p, topdik mana. X o'rniga keltirib qo'ydik. 0,1785 ga ko'paytirsak 57,5 gram cho'kmaga tushar ekan kristallik gradimiz. Keyin bizlarda aytganimiz 5-chisida sarflangan suvning miqdori degandi. Bunimizda suvning miqdori mana 0,8 mol sarflangandi. Bunimizda mana 0,3 mol sarflangandi. Keyin mana bu yoqda o'zi mana 8 mol elektroz uchib sarflanadi. Umumiy qo'shadigan bo'lsak, mana 9,1 mol elektroz jarayonda elektroz uchrab sarflanib ketgan. Oxirgisida so'nggi eritmadagi oxirgi eritmadagi suv massasi degan. Demak, bizlarda 352,8 edi. Undan kristallik gradimiz tushdi, mana 57,5 tushdi. Qolgan eritmamizda demak 295,3 gram eritma qoladi. Ya'ni 10,65%. 10,65% buning ham natriy sulfat bo'ladigan bo'lsa, suv topishimiz kerak. Ayirib tashlaymiz 100% dan 89,35% suv. Bizlarda eritmamiz mana 295,3 qolgandi, demak 100% bo'ladigan bo'lsa 89,35% suv. Suv topsak oxirgi eritmada 263,85